Bugun avgust oyining 13-sanasi. Sirojiddin Medianing sud yakuni qismiga yetib keldik. Bugun albatta barchani xursand qiladigan hukm eshitamiz degan umiddamiz. Kulib turishimdan sezmayapsiz nima kutayotganimni. Ilohiy mashq qilishimiz oxirgacha bo'lsin. Oxirida bir kayfiyatsiz fikrlar bildirmaylik ilohiy. Yaxshilik kutyapmiz. Sirojnoyni ozodlik kutyapmiz. Yaxshi kayfiyatda, yaxshi umidlar bilan sudga ishongan holda. Sud o'z adolatini o'zining so'zida emas, amalida ko'rsatib berishini kutyapmiz. Hozir hayajondamiz. Avvalo Xudo insofni bersin sudyamizga. Men qo'lim duoda, Xudo xolasa Sirojiddin bola chaqa bag'riga borsin. Bizlar safimizda bo'lishni tilab qolamiz. Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Endi umid qilib yaxshiliklardan adolatli yuzaga chiqishini kutib o'tiribmiz. Shunga umid qilib o'tiribmiz. Mabodo bu prokurorimizga o'xshab nimalar qilaradigan bo'lsa, nima qilib turib bu hozirdan adolatga tanazzul qiladi deb hisoblab qo'ya qolamiz. Lekin bunaqa bo'lmaydi deb umid qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, biz tomosha qilib turgan do'stlar. Bugun Xudo xolasa sudyamizdan adolatli qaror chiqarishini tilaymiz. Endi bor hamma gap sudyada, bu yerda prokuror gapirgan bilan, boshqa hamma gapirgan bilan asosiy qarorni sudya hal qiladi. Xudo xolasa men mana shu qamalganimda asosiy men chiqishimda yordam bergan ham Sirojiddin akam. Allohdan Xudo xolasa so'raymiz. Shu yerdan birgalashib chiqib ketgan degan umiddamiz. Xudo xolasa hammanglarga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, ijtimoiy tarmoq faollariga. O'zim ham ijtimoiy tarmoq faoliman, o'zim ham bloger Bayit va Ruhiyaman. Sirojiddin Mediaga haqiqatan ham anchadan beri kuzatib boraman kanallarini, hamda ham kasb sifatida kelganman. Avvalambor bu insonni juda yaxshi taniyman. Ilohim ozodlikka chiqsin, bolalarim bag'riga eson-omon qaytishini so'rayman. Avvalambor hammaga rahmat, duodamiz hammamiz. Mana bugun Sirojiddin ukamizning sudlari ekan. Xudo xolasa bugun eson-omon uydagilarning bag'riga yetib borsin deymiz. Nima deyman? Hamma yaxshi tilaklarni tilayman-da shu kishiga. Biz mana xolis insonlarimiz, juda ham hurmat qilganimiz uchun kelib o'tiribmiz. Bugun endi oqlanib ketsin deymiz. Mana shu endi sud jarayonida xolis sifatida qatnashishimizdan maqsad shuki, sud jarayonidagi sudyalardagi haqiqiy mana odillikni, adolatli yuzaga chiqishini prezidentimiz aytganday mana shunchalik odilona ishlar olib boryapti. Suddagi shaffoflikni ko'rish maqsadida, shu o'zimiz guvoh bo'lish maqsadida kelib qatnashib o'tiribmiz. Ularni Xudo xolasa mana shu Sirojiddin ukamizni ozodlikka chiqib, mana shu sud zalidan yuzi yorug' bo'lib, oilasi bag'riga borishlarini niyat qilib Allohdan so'rab o'tiribmiz. Assalomu alaykum hurmatli sudga qatnashuvchilar. Avvalambor Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Otabijon avvalambor sizlarga rahmat. Sirojiddinjonni men tanimayman. Lekin hamma YouTube'da gapirolmayman. Baynali YouTube'da faqat hammaga yordam berganlarini ko'rib boraman. Sizni ham. Mayli Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Mana shu yerda advokat o'g'illarimiz, qizlarimizni juda ham yaxshi himoya qilib haqiqatni olib chiqishdi ular. Men faqat Sirojiddinga ozodlik so'rayman. Oilasiga mana 4 ta farzandini inobatga olishsin, oilasiga sog' salomat qaytib borishini so'rayman. O'sha gapirmayman. Hurmatli qatnashchilar, mana bugun Sirojiddin ukamni oxirgi sudi deyapti. Men Sirojiddin bolamni men o'zim yaqindan tanimayman. Shu mana tarmoqlarda ko'rib, uning sofdilligini, mehribonligini, ochiqko'lligini, insonlarga yaxshilik ulashishini kuzatganman. O'shaning uchun Sirojiddinjonga faqat Allohim oq yo'l bersin, oqlanib ketsin, 4 ta farzandini bag'riga sog' salomat qaytsin. Mana shu xalqimizda duosi, biz faqat duodamiz. Allohim yo'li oq, yo'ldosh haq bo'lsin. Amin. Allohim yorug' yuzi bilan bugun Sirojiddinjonni chiqarib bersin. Allohim Alloh mushkulini oson qilib, hojatini ravo qilsin. Fikrimcha adolat bo'lsin. Adolat qilamiz. Fadovomizni qonuniy ko'rishlardan umid qilamiz. Ishlariga omad hammasini. Sirojiddinjon ishini muvaffaqiyatli tugatib,
xalqqa xizmat qilishdan charchamasin. Ishlariga omad kelajaklariga. Odamlarda pozitsiya sud boshlanishidan shu 7-sud o'zi aslida 6 bugun qaror chiqaradi. Lekin odamlarda hali ham qanaqadir bir ishonch, euforiya, mana shunaqa bir umid kayfiyati borki, adolatli qaror chiqarishdan. Va sudda ishtirokchilar shu narsa saqlanib qolyapti shu kungacha. Faqat xavotirlar bor edi. Sud oxiriga kelganda mana shu hali qaror chiqargan payt kelganda birdaniga kayfiyatlar o'zgarib qolmaydigan xavotir, lekin yo'q emas. Lekin baribir menda ham umid bor. Doim hamma sudlarda bo'ladi. Hamma sudlarda umid, yana takrorlaymiz, umid qilaveramiz. Bundan boshqa kuchimiz yo'q, bundan boshqa bir ta'sir, bir vositamiz ham yo'q. Sog' bo'ling. Men nima deyman? Niyat qalbi toza yigit Xudo xolasa bugun yorug'ga chiqadi. Ishonaman. Avvalo Xudoga ishonaman. Bandamiz. Xudo xolasa men chin ko'ngildan ishonaman, bu sudyamizning qalbiga mehr berib, shuncha xalq yuzlab odam kelib o'tirib, behudaga kelmaydi yuzlab odam. Qancha joylardan, qancha viloyatlardan kelyapti. Behuda emas, demak, Sirojiddin haqiqatan yuragi toza, qalbi pok yigit. Men ishonaman chiqishiga. Assalomu alaykum. Akamga obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas, o'zim fikrim, agar bugun Siroj akam chiqib ketsa, Xudoyim bu boshqalarga rahm qilgan bo'ladi. Siroj akam bu kunga solganlar, Siroj akam hozir rahmi kelyapti-da. O'zlariga rahmi kelsin. Siroj akam bugun biz bilan chiqib ketadi, Xudo xohlasa. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun biz Sirojiddin mediani rahbari Sirojiddin Odilovlar sud protsessida turibmiz. So'nggi onlarida bitta narsani aytishim kerakki, agar O'zbekiston Respublikasining prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovni men jurnalist va blogerlar ortida turibman degan so'zlari sudlar uchun ham taalluqli bo'lib, hurmatga sazovor bo'lsa, bugun prezidentimizning so'zlari inobatga olib, Sirojiddin aka sud zalidan ozod qilishni kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Sud juda ham yaxshi o'tdi. Mayli, prokuror ham yaxshi. Sudya undan-da yaxshi. Biz Allohga ishonamiz, prezidentimizga ishonamiz. Qolaversa, hamma masjidda turgan insonlarga ham ishonamiz, advokatlarga, prokurorlarga, sudyalarga ishonamiz. Albatta, yaxshilik, haqiqat qaror topadi, Sirojiddin ozod bo'lib uyiga ketadi. Inshaalloh hech kim bunaqa bechora holatga, bunaqa nima deydi, qiyin holatga tushmasin. Allohim hech kimni boshiga solmasin. Hamma bir-biriga rahmli, do'stlik bo'lsin. Hammaning yuzi yorug' bo'lsin. Sog' salomat ozodlikka chiqib xursand bo'lib ketsin Sirojiddin ham. Allohga shukr. Shu yerdan yaxshi olmashi, bilan chiqarishni suddan ozod qilib chiqarishi, menga yaxshi qilganlar. Hech kimga yomonlik qilmaganlar. Hech marta menga uyimga borib yordam berganlar. To'ylarga kelgan yordam berganlar. Bu boshlar berdi. Ben qo'yvoshidayim. Aytishim man qilib qo'yvoshida duo qilib o'tiraman. Shu zalidan ozod qilishni duo qilamiz. Ota-bobolarimizdan bir qolgan gap borda. It bolasini, suv bolasini, tuhmat bolasini asraydi. Men o'ylayman, Sirojiddin Odilov tuhmat bolasiga qo'yib o'tiribdi. Ota-onasi haqida ozgina gapiradigan bo'lsam, ustozim bo'ladi, dadalari, ustozim bo'ladi. Ko'ngli toza, ko'ngli pok, samimiy, onalarni beg'udari ayol edilar. Alloh rahmat qilsin. Mana shu insonlar farzandi. Bu hech qachon birovga yomonlik qilmagan. Bu men o'ylayman, xalqimizni, millatimizni yetuk ziyoli yigitlardan deb hisoblayman, ziyoli farzandlar. Albatta bugun adolat xohlaymiz, ozod bo'lishini istaymiz. O'zini bag'riga, farzandlari bag'riga, aka-ukalarni bag'riga qaytsin. Studiyadan adolat so'raymiz. Avvalambor birinchi o'rinda adolat kutyapmiz. Shu sudlardan nimaga? Chunki bugun ochiqlik siyosatiga hukm o'qiladi. Bugun aynan blogerlik sohasiga hukm o'qiladi. Bugun o'sha O'zbekistondagi so'z erkinligiga hukm o'qiladi. Ijtimoiy tarmoq vakillari kuzatyapti, buni intiqlik bilan kutyapti. Qani qanchalik darajada mana sud majlislarida ayon bo'ldiki, o'sha Sirojiddin mediani ayblik jihati qanchalik kulgili darajada olib chiqishgan. Buni sudyamiz o'zi ham kulvordi. Endi bir narsani so'rab qolamiz. Bugun ma'lum bo'ladi, aynan blogerlik sohasiga bugun hukm o'qiladi va bugun o'sha narsani ko'ramiz. Albatta duodamiz, sizlar ham duo qilinglar, adolatni so'rab qolamiz. Endi shu kungacha ko'rdik va har bitta kuzatuvchilarimizga ham biz buni yetkazib turdik.
har bir yetkazganda o'zimizni emotsiyalarimizni ichimizga yashirishga majbur bo'ldik. Endi hozirgi holatda nimani so'raymiz? Faqat adolat so'raymiz. Sudyamiz odilona qaror chiqarishlariga ishonamiz. Man har kuni o'zimni xursand qilishini so'rardim. Ey Xudojonim, meni xursand qil, ukamni bag'rimga bosaydi. Bugun Sirojiddinni xursand qilgin deb Allohdan so'rayman. Chunki bu hammamizdan, hamma suddan keyin hamma uyiga ketadi, lekin ukam uyga bora olmaydi. Bugun uyga ketishini Allohdan juda ham so'rardim. Bu hayotda oliy hakam Allohdir. Ukam boshiga shunaqa sinov tushdi. Har narsada xayr bordir. Mana kecha ko'rdinglar, ukamni hamma advokatlari uni bironta ham aybi yo'qligini aytishdi. Buni o'zi katta mukofot. Yaxshi ham men ukam Sirojiddin, yaxshi ham uni opasiman, u bilan faxrlanaman. Ilohim hamisha yuzi yorug' bo'lsin, martabasi baland bo'lsin. Xalqning duosini olgan ekan. Mana shuncha, bitta oilasi bizmas ekanmiz-da, mana shuncha oilasi bor ekan. Bu xalq ekan. Hammasiga rahmat ilohim. Bugun Allohdan ukamni xursand qilishini so'rab qolaman. Odil sudlarga ishonamiz. Nima uchun siz bunchalik anaqa qilyapsiz deb menga savol berishyapti. Men o'sha sudlarga ishonganim uchun, adolatga ishonganim uchun, o'zim o'zbekman. Va nima deydi, o'zbek xalqimizni duosiga, Sirojiddin uchun qancha odam duo qildi. Men ana shu duolar ijobatiga ishonaman. Bugun Xudo xolasa ukajonim farzandlarini bag'riga boradi deb Allohdan hamma duo qilishini so'rayman va o'zim ham duo qilaman. Hikmat yomon narsa bor. Ishlikni boshdan o'tganlar biladi, tushunadi. Ichkarida o'tirgan odamning ichida nima o'tayotganini o'zi biladi. Adolatli qaror tutib qolamiz. Shunga qaramaymiz. Endi hozir mana ya'ni hukm o'qish arafasida turibdi. Endi biz sudyadan faqat adolatli hukm so'raymiz. Ya'ni biz keltirilgan vajlarda hammasini asosli deb topishini, ya'ni o'sha protsessual normalar buzilganligini hammasini inobatga olib, endi o'ylaymizki, Xudo xolasa Sirojiddin Adilov bilan hammamiz birga uyga qaytamiz deb o'ylaymiz. Endi biz eng o'shanga umid qilib kelganmiz, ya'ni sudni birinchidan mustaqilligiga, adolatligiga ishonamiz. Sud jarayoni boshlanish arafasida yana sud jarayonlari davom etmoqda. Mana bugun yakuniy qism e'lon qilingan. Huquq arafasidan mana shuncha odam yig'ilgan. Shuncha odam deyman, bekor yig'ilmagan. Sirojiddin aka haqiqatni olib chiqib, deyarli men eshitmaganman bironta kishiga yomonlik yoki ganmi yoki bo'lmagan. Xudo xolasa suddan adolat so'raymiz. Inson huquqlari ta'minlanadi umid qilamiz. Biroz kuzatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah robbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi ashabihi ajmain. Allohim bugungi sud jarayonlari shu paytda 20-chisodan boshlab davom etib kelayotgan sud jarayonlarini nihoyasini o'zing go'zal qilgin. Hamma adolatli qarorlar bilan hammamiz xursandchilik bilan chiqib ketishimizni o'zing nasib qilgin. Robbana atina fid dunyo hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatga ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Sud hukm o'qish kerak edi, ya'ni maslahatxonaga kirib ketuvdi. Hamma o'sha jamoat vakillari, hamma fuqarolar keldik, lekin afsuski sud hali muhokamasi, maslahatdan chiqqani yo'q ekan. Lekin sud yordamchisi bizga aytdiki, sizlarga 4 soat oldin o'sha hukm o'qilish holatini sizlarga aytamiz, ya'ni qaysi kuni bo'ladi deb. Shuning uchun biz lekin aytdiki, bizga 1 kun oldin aytinglar, chunki bizning vaqtlarimiz bo'lmaydi, boshqa protsesslarimiz ham bo'lishi mumkin dedik. Lekin bilmayman nimaga sud yordamchisi aytdiki, sizlarni ishtirokingsiz ham hukm o'qilishi mumkin degan fikrni berdi. Bu nima degani? Ya'ni kim sudlarni yopiq jarayonda bo'lishini guvohi bo'lganmiz, lekin hukm o'qilishi ham bu tarzda, demak, yopiq holatda o'tmoqchimi? Endi haqiqatdan ko'p holatlarda muzokara nutqidan keyin advokatlar ko'p o'zi hukm nimasiga kelmaydi, lekin biz protsess ishtirokchisi sifatida hukmda ham ishtirok etishimizni o'zimiz mana bildiryapmiz. Ya'ni Sirojiddin Adilov ham o'sha imенно hukmda bo'lishimiz ham u biz protsess ishtirokchimiz, biz huquqimizni cheklash mumkin emas.
Albatta. Oila a'zolari tashrif buyurmagan holatda ham hukm o'qish mumkinmi? Endi bilmadim, biz hozir 4 soat oldin hamma Toshkentda bo'ladi, qanday ulgib keladi biz uni bilmaymiz. Shuning uchun bir kun oldin aytishini so'rab, endi hozir sudni yordamchisiga shuni biz aytdik. Shahruzbek, aynan bu holat bo'yicha sizning fikringiz? Endi Dildor opa, bizda alohida xona degan tushuncha bor, maslahatxona degan tushuncha bor. Sudlov hay'ati ishni ko'rsa maslahatxonada qoladi. Bitta sudya bo'lsa alohida xonada bo'lishi kerak. Sudya yordamchisi chiqibdi-da, maslahatda qoldilar hali ham dedi. Bilmayman kim bilan maslahatlashyaptilar. Lekin bu holat bizda sudyaning xolisligiga shubha uyg'otyapti. Chunki biz oxirgi so'zni o'sha kuni muzokaradan keyin sraz berganlarda o'ylagandikki, bugun hukm o'qiydilar deb. Lekin bu holatda oxirgi so'zni eshitdilar. Biz endi o'zlarini bir yaratgan tartiblari bo'yicha advokatlar qatnashishi shart emas. IVSga borib o'qib kelishlari ham mumkin, vaqtincha saralash hibsxonasiga. Amaliyotda bo'lgan shunaqa holatlar. Umid qilamiz bu uchun bo'lmagan va oila a'zolarini ham, advokatlarni ham protsess ishtirokchisi sifatida haqqi bor bu hukmni eshitishga. Maslahatxonadan chiqib hali hukm o'qishi ham noma'lum, balki tergovga qaytishi mumkin. Shu sababli bizni oldindan xabardor qilib, hammasi qanday ochiqchasiga boshlangan bo'lsa, oxirigacha shunaqasiga ketishini so'raymiz. Xalq ertaga o'zini qahramonlarini tanib olishi kerak. Jahongir aka, bugun aynan bizni xursand qiladigan javobni ko'rish uchun kelgan edik-da. Hozirda sud jarayoni yakunlandi. Eng ajablantirayotgani, sizni oldingi efirlaringizda ham aytdingiz, tergovga chaqirishgani, guvoh tariqasida chaqirishgani ma'lum qilindi. Samarqandga chaqirishdi deb aytdingiz. Bunga bog'liqlik tarafi bormi? Nima deb o'ylaysiz? Men bog'liqlik tarafi bor deb o'ylayapman shaxsan. Sababi mana hozir payshanbaga chaqirgandi o'zi meni. Sud belgilanib bo'linuvdi payshanba. Aynan bugunga. Bugunga. Endi men payshanba kuni advokatim vaqti yo'q edi, meni ham vaqtim yo'q, bu yoqqa kelishim kerak edi. Shuning uchun men advokat bilan maslahatlashib, juma kuni boramiz dedik. Endi hozir bu yerda qoldirilyapti sud. Endi menimcha ertaga o'qib yuborsa kerak. Endi balkim boshqa surprizlar ham kutayotgandir, men uni bilmayman. Borganda ma'lum bo'ladi. Biz hech kimdan qo'rqayotgan joyimiz ham yo'q, qo'rqadigan ishimiz ham yo'q. Yo birovdan boshqa tergovchining harakatlari bo'yicha bugun kechqurun efir qilaman. Bu bo'yicha to'liq gap o'zimning e'tirozlarimni bildiraman. Endi hozirgi sudda o'zi shuncha odamni bor. Mayli yaxshi, sudyani qonunan to'g'ri haqqi bor, maslahatda ko'p qolib ketishi mumkin. Lekin bir og'iz shuncha odamga, mana shuncha odamlar ham bu O'zbekiston aholisi, shu vatanni farzandi bir og'iz sud maslahatdan chiqmadi. Ma'lum qilamiz desa bo'ladi. Bu birinchi meni o'zimni shaxsan noroziligim. Ikkinchisi, sudda erkin qatnashayotgan fuqaro sifatida. Ikkinchisi, hozir keyingi sud jarayonini hukm o'qish vaqtini 4 soat oldin e'lon qilamiz. O'ta qiziq. 4 soat oldin men shaxsan Toshkentdan keldik, mana sizlar ham keldinglar. 5 soatda yetib keldik. Yo'lda remont, probkalar bor. Yetib kelish amri mahol. Advokatlar ham kerak bo'lsa Toshkentdan kelyapti, ular ham yetib kela olmaydi. Ularga ham qiziq, lekin bu holat sudya qanaqa hukm e'lon qilishi. Lekin Jahongir aka, sizdan avval mikrofonlarimizni himoyachilarimizga tutdik-da. Sizlar qatnashmasangiz ham bo'ladi hukmda deb aytishibdi. Ya, mumkin to'g'ri. Sizlarni qatnashmasangiz ham biz hukmni o'qiyveramiz deyishibdi. Yaxshi, lekin oila a'zolari ham bor-da bu yerda. Yo, bu hukmga qarab turgan qancha qora ko'z bor. Yaqinlari, boshqa advokatlari ham befarq emas. Nima derkan? Qanaqa bir jamoatchilik nazorati degan narsa hozir bu masala. Jamoatchilik ham qiziq turibdi. Masalan, minglagan odam kutib turibdi. Nima bo'lar ekan ertaga sud hukmi? Bu holatlarni ko'rib turib, to'g'risi men Sirojin akani qamashmoqchimikin deb o'ylab qoldim. Agar bunaqa bo'lmasa, men tushunmayapman to'g'risi. Agar Sirojin akani qamashmoqchi bo'lsa, marhamat, bu yerda hech kimning niyati yo'q miting qilish. Lekin oshkora qilishsin bu narsalar. Bunaqa qilib, bir taktikalar qilib, boshqa qilib bu kulgili holatda, bu yarashmaydi bu narsa. Agar bunaqa qilishayotgan bo'lsa, umuman noto'g'ri emas yo'nalishdan ketishyapti. Minglagan odam hozir yana shunga e'tiroz bildiradimi yo'qmi? Minglagan odamning noroziligini tug'diradigan bunaqa bir holatlarni yuzaga keltirish qanchalik to'g'ri degan savol hammamizni qiynaydi bu. Albatta, yosh katta insonlar ham bor. Mana kelgan Namangandan, Andijondan keldik deyishyapti. Ular 4 soatda qolasa ham kela olmaydi. Xohlasa ham kela olmaydi. Ho, bir nechtasi shu yerda qolamiz deyishyapti. Kutamiz shu yerda qolib deyishyapti. Endi hozir agar bitta mana shu yerda shunchalik qatnashishim katta
bir og'ir o'z boshida ham kirgizmadi mani. Hammani xabari bor. Guvoh tariqasida so'roq qilinishim kerak. Eng oxirgi 6 ta epizod bo'lsa, men guvohlik beradigan epizodda oxiriga qo'yib qo'yishdi. 5 ta epizodda men qatnasha olmadim. Endi audiolarni eshitib chiqdik, endi qatnashgan boshqa. Mana hozir ham endi oxirgi yakuniy qismiga ham shunga bog'lanib qoldi. Agar meni kelib qatnashishim shunchalik qo'rqinchli bo'ladigan bo'lsa, men bilmadim. Men o'zimni unaqa katta odamni hisoblamayman. Bunaqa sudlarning ko'pida qatnashganmiz, hech kimni yeb qo'ymaganmiz. Agar biron bir sudyani yeb qo'ygan odatim bo'lsa, unda tushunardim. Lekin men bu yerda hozir tushunmayapman. Nima xohlashyapsiz? Nima so'z erkinligini qirib tashlashmoqchi bo'lsa, agar uni yechishsin ochiq oydin. Biz o'shanga qarab ishimizni qilamiz. Biz ishongan ishonch qani, nima qilishmoqchi uni bu ochiqlik siyosatiga bo'lgan ishonchni o'ldirish uchun hammani qamash shart emas. Buni oldin ham aytganman. U hammani qamab ishonchni o'ldirishmoqchi bo'lsa, bu ham noto'g'ri. Uni aytish kerak, ochiqlik siyosatida ehtiyot bo'linglar, bo'ldi, chiqmanglar, gapirmanglar, haqiqatni aytmanglar. Hurmatli prezidentimiz bilib qo'yapti sizlar orqali. Ancha haqiqatlarni prezidentgacha yetkazib qo'yapsizlar. Biz qo'rqyapmiz bundan deysiz. Agar shunaqa bo'lsa. Prezidentimiz aytib turibdilar, ochiqlik siyosatini qo'llab turibdilar, bu yerda boshqa holatlar yuzaga kelyapti. Yaxshi, agar biz bu yoqqa kelib, agar qatnasha olmagan taqdirimizda ham o'zimizning fikrlarimizni bildirib tayinlab qo'yamiz. Ertaga agar meni men olib qolmoqchi bo'lgan taqdirda ham, agar olib qolsa ham, men Sirojin aka masalasida ham ijobiy, ham tanqidiy fikrlarimni tayinlab qo'yaman. Agar shundan qochib ish qilishayotgan bo'lsa, baribir yutqizishadi. Men tushunmayapman nima bo'layotganini. Tushunayotgan bo'lsa, agar marhamat rasmiy munosabat berishsin. Men sudyaga yana aytaman, agar sudya haqiqatan odil sudya bo'ladigan bo'lsa, ertaga o'qimasin. Dushanba kuni o'qisin. Hammamiz qatnashaylik va vaqtni bemalol bersin. Nima uchun? Qattan olishdi 4 soat vaqt beramiz, 4 soatda yetib kelsa yetib keling. Nima degan gap bu? Ochiq sud majlisida oldindan aytish kerak emasmi? Hamma kelishiga imkoniyat yaratilishi kerak emasmi aslida? Hozir to'g'risi jahl ustida o'zim bilgan ko'p narsalarni ham gapirib qo'yishim mumkin. Bu odamlarga yoqadi-yu, lekin ayrimlarga yoqmaydi. Shuning uchun mayli, hali bu bo'yicha yana qaytamiz. Afsuski, bugungi jarayon barchamizni hayron qoldirdi. Nega degan savol uyg'onadigan bo'lsa, bugungi sud jarayoni qoldirildi. Emishki, sudyamiz maslahatxonadan hali chiqmagan ekan. To'g'ri, mustaqil sudyalarning hukmiga, qaroriga biz qarshi chiqmaymiz. Bu holat ham bizni avvalgi ta'kidlab o'tgan so'zlarimdek xursand qildi. Ya'ni kim bir insonni taqdirini palapartish hal qilmaydilar degan umiddamiz. Ommaviy axborot vositalari nafaqat shuncha kuzatuvchilar tashrif buyurgan holatda ogohlantirib qo'yilmagani bizni ozgina xafa qildi. Guvohi bo'lishingiz mumkinki, aynan shuncha odam ovora bo'lib keldi. Keyingi sud qachon ekan degan fikrda bo'lsangiz, bu bizga ham noma'lum. Eng qiziq tarafi, keyingi sud vaqtini 4 soat oldin ogohlantirishni aytishdi. Albatta bu holatlar bizga juda ham qiziq. Mayli, shunchasidan o'tdik, 40 ga chidadik, 41 ga ham chidaymiz-da. Bizni kuzatishda davom eting. Odilona hukmni sudyamizdan kutib qolamiz.